أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilan Tafsirul Jalalayn'den Sure Bakara'nın 256 oyatına keldik. İlgirki ayette Ayetul Kursi'de Allah Teala'nın birlik barlığına dalalet kıldıgan, Allah Teala'nın kudret kemalıga dalalet kıldıgan tevhid barisideki ayetini okup etkendik. Yine Allah Teala'nın aşında kudret ilgisi boğan zatınınki birlik barlığını sağlam akıl ilgisi, sağlam fitret ilgisi özü bileleydi deydi. Özü hidayet tapalaydı onunla. Anda boğan iken dinde bu İslam dinine kirişke zorlaş yok diye batıdı. 256 ayette Allah Teala şundaq deydi. Estaizu billah. La ikraha fid din. Yani dinde onunla kirişke zorlaş yoktur. Kad tebeyyiner rüştü minel gay. Yani roşen möcize alametler bilen imanның hidayet, toğru yol ikenligi, kupurluqның ozg'unluq ikenligi oshkor bo'ldi. Bu ayet kimlar haqida nozil bo'lgan desa, shundan bir kishilar haqidaki ularning ansarlarning ichida, ansoriy sahobalarning ichida bolalari bor deydi. Ularni islom diniga islom dini bo'lmagan otalarini islom diniga kirishga majburlashni iroda qilgan vaqtda bu oyat nozil bo'lgan debdi. Faman yakfur bit tag'ut, kimiki tag'utga kufrlik qiladi ekan, u va Allohga iymon etadi ekan, u mahkam tutquga esilgan bo'ladi. Yani tağut degan shayton yoki butlarni ko'rsatadi deydi. Buning birlik va ko'plikka o'xshashgan. Endi tağut shu birlikmi ko'plikmi ishlatildi demoqchi. Yine istimsaka degan tamassaka degan ma'noda. Al-urvatul vusqa degan mahkam tutqa. Yani uzib ketmaydigan nihoyat mahkam tutquga esilgan bo'ladi. Vallohu samiun alim. Alloh taolo aytilayotgan gaplarning hammasini anglab turguchidir va qilinadigan ishlarning hammasini bilib turguchidir. Allohu valiyyullazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Alloh taolo iymon etganlarning egisidir, yordamchisidir. Chiqirdi ularni zulmatlardan. Ya'ni zulmatlardan maqsad kufr. Yani kufrdan nuru chiqirdi, iymonga chiqirdi. Kafir bo'lganlar bo'lsa, ularning egilari tağuttur. Tağut şeytanlardır. O tağutlar şu kufrlik qilganlarni iymonning nuridan zulmatlarga chiqirdi. Yani ular xato yo'lga boshlab qo'ydi demashida, iymondan yuz o'rgizib. Bu yerda ixroj degan kalimani zikr qilish ikkinchi qatimdami? Ya'ni yukhrijunahum deb ikkinchi qatimda yana ixroj degan kalimani zikr qilish va boshdagi yukhrijuhum minaz zulumati degan so'zning barobarida kelgan deydi. Bu bir qarash. Ya bo'lmasa payg'ambar alayhissalomga bu payg'ambar alayhissalom payg'ambar qilib avatilishdan ilgari iymon etgan yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Ya'ni iymon etib keyin andin kufrlik ya'ni qaytadan kofir bo'lib ketgan shu yahudiylar haqida e, mushna deyilgan demoqchi ekan. Ulaika ashabun nar. Shular bo'lsa do'zax egilirdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Endi keyingi oyatda İbrahim Aleyhisselam'ınki Allah'a küfürlük kılgan şu devrdeki padişah Nemrut bilen kılgan münaziresi hakkındaki ayetken Elem tera ilellezî hâcce İbrahim fi rabbihi en âtâhullâhul mulk İz kâle İbrahim rabbiyellezî yuhyi ve yumît kâle ana uhyi ve umît kâle İbrahim fe innallâhe ye'tî bişşemsi minel meşriki فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
Yani Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamanda Ibrohim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildirar tirikni o'ldirar dedi. U menmi o'likni tirildirar tirikni o'ldirar dedi. Namrud o'limga hukm qilgan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ldirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Nemrut'un bundaq hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qilgan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq pakit oldida kofir ig'iz ochilmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yine hajja degan jadala degan ma'noda. Yine munozirlashdi. İbrahim alayhissalom bilan Parvardigor haqida munozirlashgan odamni ko'rmadingmi? Nima uchun desa, Alloh taolo uningga podshohlik ato qilganligi uchun. Ya'ni o'z men podshoh bo'lsam, meni iloh demay, nimishqa boshqa bir ilohni da'vo qildi ekan deb, taka sarkashlik qilib, bo'yintovlik qilib Ibrohim alayhissalom bilan munozirlashayotgan gap edi. Elib bordi uning sarkashlikka, bo'yintovligi Alloh taoloning ne'matiga bo'yintovlik qilishi, ashunda qilishga elib borgan. O'simi Numruzdir, Namruz. İz Qala İbrahim. Bu yerdeki iz beşideki haccedin bedel depti. Yani ellezî hacce demek bu yerde. İbrahim Aleyhisselam bilen Rabbi hakkında münazirleşken adamni. Ve şundakla İbrahim Aleyhisselam mundak digen şundak münazirler boğan ehvalini körmedin mi? Aş adamni körmedin mi demek bu yerde. Etti İbrahim Aleyhisselam o Nemrut yani men rabbukellezî ted'ûne ileyhi degan chog'da. Yani sen bizni da'vat qilib atgan Parvardigoring kim degan vaqtda İbrahim alayhisalom shundoq degan. Mening Rabbim o'ltiralaydi, tirildiraydi va o'ltiralaydi. Yine hayat odamni hayotni yaratadi va o'limni yaratadi badallarda. Deb shunday degan chog'da aytdi u Namrud ana uhyi va umid. Men tirildirayman, o'ltiralayman. Deb bu o'zining hamoqati bilan shunday deyotdi bu gapni. Yine ba'zi odamlarni o'ttirib, ba'zi odamlarni o'limdan kechiritish orqali o'shda qila olmayman demoqchi bu adam. Anaqa pakitga azroq o'xshaydigan tarafini akab turib deyotdi bu yerda. Ibrohim alayhissalomningki pakitiga azroq o'xshaydigan bir tarafini qiyos qilib akilib deyotdi bu adam. U Namrud ikki odamni chaqirib kelib, u ikkisining birisini o'ldirib o'tdi, yana birisini o'ldirmay qo'yib qo'ydi. Buni hamoqatlarcha mushuna ko'rgan vaqtda İbrahim alayhissalom uningga dediki, uningdan ilgirgidimmi ro'shanroq bo'lgan bir hujjatga yetkazilgan holatda shundoq dedi deydi. Unda sen bu paketga qoyil bo'lmasang, men endi bir paket keltirib, mana nima deysan demoqchimdi. Haqiqatan Alloh taolo quyoshni sharqdan chiqaradi. Sen unda bo'lsa xudolik da'vosi qilgan bo'lsang, quyoshni g'arbdan chiqarib boqqin deb mafakitni keltirdi. Keltirganda fabuhitallazi kafar deydi. U kufrlik qilgan u inson mat bo'ldi deydi. Tahayyara va dahisha. Yine hayron qoldi, hushini yo'qotdi bu yerdan. Mat bo'ldi demakchi. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Alloh taolo zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yine kufrlik qilish bilan o'ziga o'zi zulm qilgan qavmni ash hujjatlarga bo'ysunmaydigan qilib o'tdi demakchi. Ashunda aniq paket dalil isbotlarni akasimi, ashda hujjatlarga qoyil bo'lmaydigan qilib o'tdi. Yani serkeşlik boyun tavlık açtı. Hadini eşip gitken adamını Allah taala işte cezalaydı demek. Demek ma ayet bizge nimini uqturdu dese, aşındak eniq paketlerini ekep tuğsuma yine qayıl olmaganlıqның özü Allah Taala'nın şu insan bo'lgan jazosi bu. Aşında jazoga loyiq bo'lganligi uchun Allah Taala uni shuni jazolab o'tdi. Hmm. Bu oyatin shunda bir hukmni bilib olayotganmiz hozir. Alloh Taologa mahluqotlardan hech qanday bir narsa o'xshamaydi deydi. Alloh taoloni bilishning yo'li nima degan chog'da koinotdagi Allohning birlik borligiga dalolat qiladigan keskin dalil isbotlar.
payg'ambarlarmi Allohning payg'ambarlarimi kofirlarga ashunday dalil isbotlar bilan e, munozirlashgan. Ashunday dalil isbotlarni kelib turib munozirlashgan. Hargizmi ular Alloh taoloni tashbihni vojib qilgan bir sifat bilan sifatlamadi deydi. Ya'ni maxluqotlarga o'xshab qolgan ba'zi sifatlarni әкеліш арқылы Аллах Таала сүпәтлемеген. Бәлки Аллах Тааланың өзінің іш әфаллары белән сүпәтләгән дейді. Вә аш Аллах Тааланың өзгә хас булган ашу іш хәрәкәтләре, іш әфаллары аркылы, бу ашның тәсирләре аркылы Аллах Тааланың барлыгыга дәлил келтергән, Аллах Тааланың шуны сүпәтләгән демәк икән. Пәйгамбәрләрме кавмini Аллах мышны дингә мышны дәват кылган дейді. Yine bu münazır kılış bağış hem de dinde bu dinle kail kılış için bu işte münazır kılış bağış. Dinsiz davranışa münazır kıldığı iş hem de. Bu işte kainattaki Allah'ın birlik barlığına dalalet kılgan ispatlarını ekip durup münazır kılış. İşte münazır kılıp ularını dinle kail kılımız lekin dinle kirişke zorlaşıyor demiş hem de. O maayetinin ki ilgili ayetlerle olan alakası müştəq yani. Dinle kirişke zorlaşık olmaydı. Hem hidayet Allah'ın kuluda. Allah Teala hidayetke layık olan adamni özü hidayet kılıdı. Hidayetke layık olmayan adamni to'g'ri yo'lga hidayet qilmaydi. Bizning majburiyatimiz faqatla haqni bayon qilib qo'yish. Dinni boshqalarga to'g'ri yetkazish endi. Xo'sh, keyingi oyatda yana Alloh taolaning qudrat kamoliga dalolat qilgan mazmunlar so'zlandi ekan. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Yani sen şunda bir adamı görmedin mi? Sen tam öğüzleri yıkılıp veyran bolğan harabi şehir yani Beytül Mukaddes'in ötken kişini yani Uzeyr'ini görmedin mi? O eceplenip Allah bu şehirning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdiki, bundoq emas, to'liq 100 yil turding. Yemak ichmakinga qarg'inki buzilmagan. Eshkinga qarg'inki uning so'ngaklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'nglarga qarag'anki, uni qandoq qurashtiramiz, ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. Kalladi degandiki kof ziyoda deydi. Yine bir şehirden, harabi şehirden ötken kişini görmedin mi? Ötken kişiye okşaş degan ma'noda emas, yani ötken kişini görmedin mi demek şimdi. O şehir Beytül Mukaddes'tir. O eşkiga mingan holatda shunda o'tgan. Uning yanida bir savat xurmo va bir qadah ichimlik bor edi. U ismi Uzayr alayhissalomdir. Va hiya xaviyatun degan, yana xarob bo'lib ketgan shahar, qaryatunninki sifatida bo'ldi. Uning to'rislari tushib ketgan, o'ylarining to'risi shunday tushib ketgan bir xarobi shahardan o'tgan kishi demoqchi ekan. U shaharni Buxtanasar degan podshoh shu xarob qilib o'tgan deydi. Qala anna yuhyi hadihi Allohu ba'da mawtiha. U dediki, Alloh taolo bu shaharni u o'lib ketgandan keyin uni qandoqmi tirildirdigando dedi. Yine bu Allah Teala'nın kudretiga shak qilib qolganlikdan emas, balki Alloh taoloning qudratini nihoyat buyuk sanab degan gap deydi. Shuning bilan Alloh taolo uningga shu qudrat kamolini ko'rsatib qo'yish uchun uni o'ltirdi, yine 100 yil tug'izib qo'ydi. Amatargin albatta degan ma'noda debdi men. 100 yil tug'izib qo'ydi, ondan uni tirildirdi. Uningga ashning qandoq qaytadan tirildirganligini ko'rsatib qo'yish uchun qaytadan tirildirdi. Alloh taolo uningga dediki, yine farishtaning vasitasi orqali degan gapimdi. Kim labisda, yine makasda, bu yerda qanchalik turding desa,
Uzayr alayhissalom men bir kun yoki bir kun kimi yetmagan vaqt tug'dim debdi. Chunki bunda o'ylashi, bundaq deyishidagi maqsad nimaga asosan shunday deydi desa, u kunduzning beshida uxlagandan keyin ruhi qabz qilindi. Ondan tirildirilgan vaqtda kun o'ltiraydigan vaqtda tirildirilgan deydi. Unda bo'lgandan keyin kunduzning beshida uxlab, kech keladigan chog'da uyg'ongandek bilinib qolgan gap o'ziga. Unda bo'lgandan keyin u bir kun uxlabdiman deb o'ylab shundoq degan deydi. Alloh taolo dedi: "Bal labista mi'ata am." Balki sen 100 yil turding. Qarab baqqinki yemikinga, ya'ni anjur va shu ichimliginga, anjirdan iborat shu yemikinga va ichimliginga qarab baqqin. Lam yetasanna. U hargizim o'zgarib qolmadi. Shuncha zaman o'tgan bo'lsa o'zgarib qolmadi. Lam yetasannah'diki ha olmash bir qarashda bu osh fe'ldiki asli ha demak ekan. Ashu lam yetasannah degan osh fe'lda o'zida ba asli ha demak ekan. U sanhatu degan fe'ldan chiqqan edi. Yana bir qarashda sekt uchun kelgan, sanaytu degandan chiqqan sekt uchun kelgan. Endi sekt uchun keldi degan gap lam yetasannah deb to'xtab vaqtda hani oshkor qilib o'qildi. Ulab o'qigan vaqtda, keyingi oyatga ulab o'qigan vaqtda, hu o'qilmaydi. Demakchi, seks uchun keldi degani. Yana bir qiroatda bu ha hazb qilinib bunda o'qigan edi. Lam yatasan deb hani chiqarmay bunda o'qilgan demakchi. Vanzur ila himarik. Va sen eshkingga qarg'in. U eshkin qandoq turibdi? Deganda ko'rdi Üzeyr alayhissalom u eshkini o'lik holatda ko'rdi. Halbuki uning suyaklari paqirab turgan oppoq holat edi. Alloh taolo biz oshini sening bilishing uchun qildik degan deydi. Demak ekan. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Biz muşularni sening bilishing uchun va seni bütün insonlarga o'lgandan keyin qayta tirildira oladiganligimizga bir dalil, alomat bo'lishing uchun mushtaq qildik dedi. Bütün hamma insonlarga Alloh taolo Alloh o'ziniki o'lgan insonlar o'lgandan keyin qayta tirildira oladiganligiga qudratining yetganligiga alomat qilgan demoqchi. Vanzur ilal izom. Ve sen eshikingninki sumaklarga qarg'in. Uni qandoq tirildirdik, qandoq tirildiramiz. Yine thumma naksuha lahma. Ondan uningga qandoq go'sht qo'ndiramiz. Sen mushu alomatga qarab baqqin deganday. Yine kayfanun shizuha degan nuhiha degan manda. U nunning zammasi bilan va fathasi bilan o'qildi. Yine nun shiruha nanshiruha. Yeni bir qiraatda zamma bilan va zay bilan o'qilgan. Kayfa nunshizuha. Bunda o'qilgan demakchi. Nun shiru deb o'qigan vaqtda anshara, nashara degan shu ikki fe'ldan chiqqan bo'ladi deydi u chog'da. Zay bilan nunshizuha degan vaqtimizda nuharrikuha narfa'uha. Uni qandoq harakatlantiramiz, qandoq ko'taramiz degan ma'no chiqar ekan. Üzeyr alayhissalom uningga qarg'an edi, vaqt tarakkabat va kuskat lahma. Yani o bir-biri bilan chirib ketgan so'ngaklar bir-birisiga qurashtirilibla, uni go'sht qo'ndirildi, shuni uni ruh bilinib, jon kirgandan keyin g'angirgan deydi. Nahaqa degan shu eshak g'angirdi. Alloh taolo shu naq maydonlamla shu o'lib ketgan narsani o'lgan bir jonliqni qandoq tirildirganligini ko'rsatib qo'ydi demoqchi bu odam. Falamma tabayyana lahu. Uningga mush ahvollar oshkora bo'lgan chaqda bil mushahada, ya'ni ko'z oldida ko'rish bilan shundoq oshkora bo'lgan chog'da dediki, a'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taoloning har narsaga qodir ekanligini men bildim. Ya'ni aynan ko'zim bilan ko'rish orqali bildim deganday. Yana bir qiroatda a'lamu degan i'lam deb o'qilgan ekan. Ya'ni bilginki Alloh taolo har narsa qodirdir degan bo'ldi. Bu chog'da i'lam bo'lsa, bu Alloh taoloning shu o'zlariga qilgan bir buyruqi bu chog'da.
Ma ayet hem Alloh taolaning o'lgan jonliqni qandoq tirilganligiga bir qudratining yetilganligiga bir isbot ham shuning dalili bo'ldi bu. O'lgandan keyin qayta tirilishning haqiqatligiga ishonish iymonninki olti shartlaridan birisi. O'lgandan keyin tirilishga ishonmasa, u odamda iymon yo'q bo'ladi shu. Alloh taolo hammaga manfaatli ilm ato qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.